Xitoy Sharqiy Turkistonliklarning mustaqil bo'lib olishidan qo'rqib, turkiy millatlarning viza iltimosini rad qilgan. Xitoy yaqindan beri Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lib olishidan qo'rqib, ismi turklarga o'xshaydigan germaniyalik kishilarga viza bermagan. Hatto bir qism Turkiya fuqarolarining viza iltimosini rad qilgan. Sababi viza iltimos qilgan kishilarning Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosini qo'llaydigan kishilar bo'lib kelishidan yoki Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan insoniy dafsandichiliklarini xalqaroga fosh qilib qo'yishidan ansiraydi ekan. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonliklar 2 Cumhuriyet kunini xotirladi. 12 noyabr kuni butun dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlarning oldingi asrning, ya'ni 1933-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti, 1944-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetidan iborat 2 Cumhuriyetni xotirlash faoliyatlari nihoyat qizg'in o'tkazilgan. Bu yilgi 2 Cumhuriyetni xotirlash faoliyati oldingi yillarga qaraganda ko'lam va qatnashgan odam soni, o'rinlashtirilgan mazmun jihatlarda alohida farqli bo'lgan. Bu faoliyatni Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, Amerika, Germaniya, Qirg'iziston qatorliq davlat va rayondagi Uyg'ur jamoat va tashkilotlari har xil shaklda o'tkazgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 6-navbatlik vakillar qurultiyi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining yangidan tuzitish kirgizilgan nizomnomasi ma'qullanib, demokratik usulda belat tashlab saylash natijasida Dunyo Uyg'ur qurultiyining 6-navbatlik vakillar qurultiyida Robiya Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Dolqun Ayso apandi rais bo'lib saylangan. Raislik saylamidan keyin muavin raisi va ijroiya komiteti raislari saylab chiqilgan. Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram va Germaniyadagi siyosiy faoliyatchi Farhod Muhammadi apandilar muavin raislikka saylangan. Erdoğan bilan Putin o'rtaq tonish hosil qildi. Erdoğan Putin bilan Rossiyaning Sochi shahridagi uchrashishdan keyin bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Prezident Putin bilan elib borgan uchrashishimizda Suriya krizisi to'g'riliq o'zaro fikr almashtirdik hamda krizisni siyosiy yo'llar bilan hal qilish masalasida o'rtaq tonish hosil qildik. Putin Suriya krizisini hal qilish tirishchanligimizni yanada yuksak saviyaga yetkazish masalasida Cumhur Rais Erdoğan bilan o'rtaq qarashga egamiz dedi.